Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatında bolsun. 4-ayının 15-ci günü Şveytsariya paytaxtı Berində Xətar Asılıq Millətlərini Qoğdaş Təşkilatı tərəfindən Şveysariyadakı Tibet və Uyğurlarının Xitayının çegra halqıgan bastırış siyasətinə qarşı məxsus söhbət yığını orunlaşdırılğan. Bu yığınğa Uyğurlarga vakalatan Dünya Uyğur Qurultayının muavin rəisi Zümrət Tayyərkin, Dünya Uyğur Qurultayı Yaşlar Komitetining müdiri ve Şveysariya Uyghur Cemiyeti'nin reisi Rızvanay İlham ve Qurultay Seyye Komiteti'nin müdiri Endeli Qarxanlı qatarlıqlar qatnaşqan. Yığında Tibet faaliyetçi Megmar Dolmanın Bazildagi Xitay elçixanası xadimining hujumiga uchrashi, Kerem Sherif Apandining Xitayning tahdidiga uchrash ahvoli haqida ishlangan maxsus hujjatli film qo'yilib, yığın qatnaşqıçıları bu haqda mulohaza ilib borgan. Bu haqda Zumrat Erkin stansimizning ziyoratini qabul qilib, Şveysariya tunji bo'lib Xitoyning chegara halqi bostirish haqida doklad e'lon qilgan davlat bo'lib, u yig'in jarayonida Shveysariya axborotlarining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning chegara halqi bostirishining faqat Shveysariyada emas, balki dunyodagi Uyg'ur bar davlatlarning hammasida yuz berayotgan bir ahvol ekanligini o'ttirib qo'yganligini bildirib o'tdi. Hammamiz bilgandek, ikkinchi ayda Shveysariya hukumati tunji şu dünyada tunji qitim şu bo'lib Uyg'ur bilan Tibetliklarning misolini ishlatib turib, qanday Xitoy hukumati chegara halqi bostirish siyosatini olib boryapti degan dokladni chiqardi. Buni shu Basel universiteti chiqargan bir dokladdan keyin hukumat shu dokladdan asosli qilib ular o'zlarining dokladini chiqargan bo'ldi. Shu 2 kunlik faoliyatmi shu dokladni muzokara qilish o'zaro Shveysariyadagi Uyg'ur jamoatning ichidagi aktiv odamlar bilan anadaki Shveysariyada turayotgan Tibetlik faoliyatchilar bilan o'zaro bir ishtiy yig'inni ichib shu qanday qiyinchiliklarga uchrayapmiz va qanday hukumatdan nimalarni talab qilamiz degan nuqtada bir yig'in ichildi. Undan sirt tunugun oqshom shu Polit Forum Bern degan bir yerda shu tema ustida yana bir ommaviy bir panel deymiz, hem de muzakara bo'ldi. Bu yerda men so'zildim Tibetlik bir faoliyatchining birisi, anondan shu xatarga uchragan millatlar tashkilotining birisi so'zildi. Bu yerga ham de nurg'unlagan yerlik odamlar, Tibetliklar, Uyg'urlarni kelibdi bu muzokarani olish uchun. Undan keyin bugun atayammo biz Shveysariya hukumati bilan ko'rishgan bo'ldik. Hukumatning bir qancha o'xshamagan organlarining odamlari bilan ko'rishdik. Undan sirt yana parlamentning a'zolari bilan ko'rishib, chunki bu doklad chiqarganning sababi shu parlament a'zolari shu doklad chiqsin deb tirishqanlik uchun hukumatni buni jiddiy olib chiqargan doklad. Bu yerda nurg'unlagan temalar muzokara bo'lindi. Qanday Uyg'urlar, Tibetliklarni Shveysariyada qanday qo'g'day olamiz va qanday mexanizmlarni qurib qo'g'dashga yo'l ocha olamiz degan temalarda muzokara qilgan bo'ldik. Albatta, oldimizgi oylarda qandaq konkret qandaq mexanizmlar qurib chiqishini hukumat tarafdan uni biz saqlaymiz va kuzatib turamiz. Xatar Asılıq Millətlərini Qoğdaş Təşkilatı Şveysariya şöbəsinin direktori Anna Leizing xanım yığınның içilişdə söz qılıb, Tibet və Uyğurlar bilan həmkarlaşıb, tonuşni östürüb, Shveysariya və Xitay arasında bo'lgan ishkilik munosabatda bu xalqlarning masalasini o'ttirib qo'yib kelyapmiz. 2018 yili Shveysariyadagi Tibet jamoatining ahvoli to'g'risida doklad e'lon qilib, Shveysariyadagi Tibetlarning Xitoy hukumatining qanday nishonga ilinganligini atrofli tahlil qilishni talab qilib, parlamentga murojaatnoma sundiq. Garchi uzun vaqt ketgan bo'lsa-mu, Basel Universitetining tadqiqoti va Federatsiya Kengashining davlat halqigan bostirish hodisasi to'g'risidagi dokladining oxiri e'lon qilinganligini ko'rib, intayin xushal bo'ldik. Albatta, biz dokladdagi bayqashlardan xushal emas, balki uzun saqlashlardan keyin Tibetlar va Uyg'urlar boshdan kechirgan nurg'un konkret tahdid va parakanchiliklar Xitoy va chet ellarda kishilik huquq va qonun bilan boshqarishga qanday buzg'unchilik qilganligidek bu reallikning oxiri rasmiy e'tirof qilinganligidan xushallandik. Chunki bu hukumatning sezgurligini tiximi oshiradi va hal qilish chorasi izlaydi. Anna Leizing xonim yana Shveysariya hukumati va Basel universitetining maxsus doklad haqida to'xtalib, Shveysariya hukumatini Xitoyning davlat halqigan bostirishni yepiq holatda va uzun byurokrat jarayonlar orqali hal qilishga va muzokara qilishga bo'ladigan kichik yoki noqul texnikalik masalalardek muomala qilmaslikka chaqiriq qilgan.
Amerika Kişilik Hüquq Fondi tərəfindən yaqında e'lon qilingan maliya erkinlik dokladida Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi Roshan Abbas xonimning Sharq Turkistondagi Xitoy zulmiga doir bayonlarga keng o'rin berilgan. Amerika Kişilik Hüquq Fondining mazkur dokladida Roshan Abbasning mustabid Xitoy hokimiyati tərəfindən Uyg'urlar ustidan rəhimsizlər yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar to'g'risidagi fikrlari o'rin olish bilan birga Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning mol-mulkini to'nglatish, musodir qilish, dehqonlarni yer va uylardan ayirib tashlash, shaxslarning xususiy egiligini vayron qilib, Xitoy hokimiyatiga talmirib yashaydigan holga keltirib qo'yish va qarshilashganlarni solash, g'oyib qilib etishdek vahshiy jinoyatlarga doir mazmunlarmi keng o'rin olgan. Amerika hökuməti Xitayning o'ziga qarshi qo'ygan qaytarma zarba xarakterlik harakatlari sababidan Xitayning Amerikaga eksport qiladigan mollari 245% kicha tamojna beji to'lashga majbur bo'ladi ekan. Oqsaroy amaldorining seshanba kechda haftalik xabarlar jurnaliga bildirishicha, bu yangi son Xitayning ba'zi mollari duch keladigan eng yuqori boj nisbati bo'lib, ular Trump hökuməti Xitoy qarshi e'lon qilgan 125% tamojna beji, zaharlik chekimlik fentanil munosabati bilan qo'yilgan 20% boj, shundaqla mavjud qonunning 301 moddasiga asosan qo'yilgan 100% yaqin bojlarning umum soni ekan. Haftalik xabarlar jurnalining bu to'g'risida bergan xabariga qaraganda, Xitoyning elektronlik mashinalari Amerikada 245% tamojna bejiga duch keladi ekan. Xabarda aytilishicha, Xitoyning eksport qilishni asos qilgan iqtisodiy allaburun ostlashgan bo'lib, Amerikaga mallarni eksport qiladigan Xitoy shirkatlari uchun Amerika bozorini yo'qotishi bir cho'ng zarba ekan. Bu Xitoy shirkatlari o'zining ziynini to'ldirish uchun Yevropa birligiga o'xshash bozorlarni izlashiga to'g'ri keladi ekan. Ammo xabarda aytilishicha, Amerika hukumati Xitoy qaratgan besimini qattiq kuchaytirib, o'zining savdo sheriklarining Washington yoki Beijingni tanlashini o'ttirib qo'ygan ekan. Bir muxbir chorshanba kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lin Jiandan Amerikaning Xitoyga qo'ygan tamojna bejining 245% ketganligi to'g'risida uning inkosini so'raganida Lin Jianning ichi pushib, "Sen bojga munosabatli aniq sonlarni Amerika tarafdan so'ra" degan. U so'zda yana Xitoy taraf o'zining tamojna beji masalasidagi maydonni ko'p qatim aniq bildirib bo'ldi degan. Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushi 2 haftadan buyon borgan sir keskinlashib mangan bo'lib, agar ikki taraf tamojna beji masalasida patiqini kelishmasa, buning Amerika iqtisodiga belgilik darajada, ammo Xitoyning iqtisodiga zo'r darajada ziyon elib keladi ekan. Bu savdo urushi natijasida Xitoyning bu yilgi milliy daromadi pastga tushdi ekan. Xitoy hukumati o'tgan oyda Beijingda o'tkazilgan ishki qurultay jarayonida o'zining 2025-yil iqtisodiy taraqqiyot nishonini, ya'ni milliy daromad nisbatini 5% ga o'stiramiz deb o'ttirib qo'ygan edi. Reuters agentligining seshanba kuni bergan xabariga qaraganda, Xitoyning bu yil o'zining milliy daromad nisbatini 5% ga yetkazishi mumkin emas ekan. Chunki xalqarалық eng cho'ng bankalarning mo'ljallashicha, Xitoyning bu yilgi milliy daromadining o'sish nisbati Amerika bilan bo'lgan savdo urushi sababidan o'sishning o'rniga 1-2% tövallaydi ekan. Xitoy hukumati yaqinqi bir qancha haftadan beri Amerika bilan tamojna beji masalasi ustida suhbatlashishning o'rniga uning bilan tirkishib, Amerika prezidenti Trumpning ogohlantirishiga qaramay qaytarma zarba xarakterlik tamojna beji qo'ygan edi. Xitoy hukumati Amerikani qog'oz yo'lbos deb haqoratlab, Tıqı ötken cümə günü özünün bu məsələ üstədəki iradəsinin müstəhkəmlikini bildiriş üçün Amerikaga qarşı 125% baj qoyğan idi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduk. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xo'sh.